Assalomu alaykum barchaga. Chorva olami obunachilari hamda bo'g'oz ishqibozlari, mana bugun sizlarga sotilgan molimizni dastavka jarayonini ko'rsatamiz akalar. Hafta kuniga dushanba 2026-yil 19-yanvar sanasidamiz. Aka-ukalar, mana bu molimiz sotilgan dastavka jarayonidamiz. Mana har doimgidek usti yopilgan mashinalarda chiroyli qilib olib borib beramiz. Hop, akalar, buni bo'yi 1.18 edi. Yetuk bo'g'oz edi. Kuni qolganda, kun sanayotganda. Mana shu molimizni bo'ylari 1.18 edi. Andijon viloyati Baliqchi tumaniga 26 millionga baraka bo'ldi. Shu molimizni yetkazib olib borib beramiz akalar. Dastavkasi o'zimizdan har doimgidek vodiy bo'ylab besplatni akalar. Usti yopilgan mashinalarda chiroyli qilib olib boramiz. Mana yetuk bo'g'oz akalar. Kuni qolganda, kun sanayotganda. Kurash chiqmagan, hali buzovdi akalar. Kimga shunaqangi sifatli yetuk bo'g'ozlar kerak bo'lsa, 95li 059 33 36 ga bemalol telefon qilaverasizlar akalar. Har doimgidek molimizni mana chiqarishdan oldin xlorlab keyin chiqaramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga shunaqangi yetuk bo'g'ozlar kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar.